Birinchi zapravka bonus, garantiya bonus. Hamma ish shuda bitadi. Hurmatli obunachilarimiz, avvalgi videolarimizda Damasa Labo'ga metallar qo'yilgani bo'yicha yangilik aytib o'tdik. Bugungi videomizda shu metan narxini nechga oladini, zapchastlar ishlatilib turibdi. Shular bo'yicha sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Metan bo'yicha ma'lumot olish uchun Zufarbek do'stimiz bilan keldik. Assalomu alaykum. Shu hozir metallar bo'yicha endi reklama aytildi, e'lon berildi, boshqa bo'ldi. Hozir shu bo'yicha aniqroq yana ham ko'p odam qiziqib turibdi. Nechga bo'ladi, ishlatiladi, akkuratni ishlar ham, novajlar qo'yiladi. Shular bo'yicha endi qiziqib yana keldik. Damas avtomobillar shu avval boshdan bir xil ustonovka bo'lib kelgan. Bu mashinamizda abisi shu 65lik balon bilan ustonovka qilib beramiz. Eng sifatli, eng garantiyali balon milliy metal sanoat balondan foydalaniladi. Milliy metal sanoat balon hozirgi vaqtda Angren'da ishlab chiqarib turgan eng sifatli original balonlardan biri hisoblanadi. Servisdan ko'rsa garantiya chiqmaydi, bu veri to'g'ri. Undan boshqa endi bizani tanlab degani uchun boshqa salonlardan farq etish uchun ham bir bonus aytib bilamizmi? Garantiyadan tashqari. Bonus qilib bilamiz. Shuningdek, mashinani kelib bizga topshirib ketsa bo'ldi. Mashinani metan ustonovkasini ham o'zlarimizda qilamiz. Zavodning garantiyasini ham ko'chadan kelgan bo'lsa ham qilib beramiz. Qo'shimchasini mashinani o'zlarimiz zapravka qilib to'ldirib, gazlari bilan tayyorlatib, to'g'ri haydab ketadigan qilib beramiz. Ana shunda birinchi zapravka bonus. Yana bir savol beraman. Shu yerda ko'p odam qiziqib turibdi, metan qo'ydinglar, ammo o'zi bitib turibdi. Bizda metalli mashina xarid etdilar. Endi shunday vaziyat bo'ladi, dokumentini nechga oladi buni? Asosiy yozib degani darcha deydi, boshqa deydi, sal qiyinlashtirdi menimcha metanni dokumenti. Shu bo'yicha ham bir aytib o'tsangiz, nechga oladi? Metan оборудование bo'yicha, metan ustonovka qayta jihaz bo'yicha hamma dokumentini beramiz. Hech qanaqa yugurib bo'lmaydi. Yegana darcha xizmatini ham o'zlarimizda qilib beramiz. Metalli Damasalar shunda dokumentdan muammo yo'q. Dokumentdan muammo yo'q. Siz kredit etmeyeceksiniz. Endi kreditni aytib o'tdik. 100 ming so'm farq beradi. 3 yil kredit etib olsangizlar 2 million 700 dan metansiz Damas chiqadi. 2 million 800 dan metanlisi chiqadi. 100 ming so'm. Metanli bilan metansizni farqi. Bu kredit varianti. Yo'q, agar siz men nalich qo'ydiraman, Damasdan nalich olaman desangiz, bunda baholar menimcha ishlatilgan оборудованиеga qarab narxlari belgilanadi. Faqat Damas emas, Labo bo'lsin, kombi bo'lsin, Onyx Tracker, Captiva 5 sotuvda bo'lib turgan, ishlab chiqarishda bo'lib turgan nov mashina bo'lsa, bemalol kelib o'zlarimizda garantiya bo'yicha ustonovka etsangizlar bo'ladi. 3 yil 100 ming kilometrgacha mashina garantiyasi saqlanadi. Gazingiz bo'yicha ham muammo bo'lsa ham keyinchalik ham kelib bemalol shu yerda servisda uzattirib ketsangizlar bo'ladi. Barchangizni Amin avtosalonida servisimizga kutib qolamiz. Yana Zufarbek do'stimizga katta rahmat. Kelaverasizlar, xudo xolasa xizmatingizdamiz.